Bolajonlar, bugun men sizlarga yaqinda Yaponiyada sodir bo'lgan juda ta'sirli bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu voqea kichkina maymuncha haqida. Yaponiyadagi bir hayvonot bog'ida juda yosh maymuncha yashar edi. Afsuski, u juda erta onasidan ayrilgan. Uning onasi kasallik sababli vafot etgan edi. Kichkina maymuncha hali onasidan ajralishga tayyor emas edi. U doimo onasining yonida bo'lishni, uning issiq bag'rini his qilishni xohlardi. Onasi yo'qolganidan keyin maymuncha o'zini juda yolg'iz his qildi. U jim bo'lib qoldi. Ko'p harakat qilmasdi, atrofga befarq qarab o'tirardi. Hayvonot bog'i xodimlari buni ko'rib, uning holatidan juda xavotir olishdi. Shunda xodimlardan biri kichkina maymunchaga yumshoq qo'g'irchoq maymun olib kelib berdi. Oddiy o'yinchoq. U gapirmaydi, u yurmaydi. Uning ko'zlari qimirlamaydi. U jonsiz. Lekin u juda yumshoq edi. Birinchi kun maymuncha qo'g'irchoqqa ehtiyotkorlik bilan qaradi. Keyin asta-sekin unga yaqinlashdi. Oxiri uni quchib oldi. Va o'sha kundan boshlab u qo'g'irchoqni qo'yib yubormay qo'ydi. Bolajonlar, maymuncha qo'g'irchoqni shunchaki o'yinchoq sifatida ko'rmadi. U uni onasining o'rniga qo'ydi. U uni mahkam quchardi, go'yo onasining bag'rini eslayotgandek. U qo'rqsa ham, yolg'iz bo'lsa ham, o'sha qo'g'irchoqni quchardi. Bir kuni kimdir maymunchaning qo'g'irchoqni quchib o'tirganini videoga olib internetga joyladi. Video juda tez tarqaldi. Millionlab odamlar ko'rdi. Odamlar qanday yoqimli deb yozishdi. Lekin ko'pchilik bu qo'g'irchoqning ortida qanday og'ir voqea borligini bilmas edi. Aslida esa bu shunchaki yoqimli video emas edi. Bu onasini yo'qotgan kichkina maymunning dardi edi. U qo'g'irchoq orqali onasining yo'qligiga asta-sekin ko'nikayotgan edi. U qo'g'irchoqqa mehr qo'ydi. Uni hech kimdan bermadi. Chunki u uchun bu oddiy mato emas edi. Bu tasalli edi. Bolajonlar, biz ham ba'zan yaqin odamimizni sog'insam, ularning suratini quchamiz yoki esdalik buyumini saqlaymiz. Bu bizga kuch beradi. Maymuncha ham xuddi shunday qildi. Bu voqea bizga mehrning qanchalik muhimligini o'rgatadi. Har bir jonli mavjudotning yuragi bor. Ular ham sog'inadi. Ular ham dard chekadi. Va ba'zan kichkina bir o'yinchoq ham katta yurakka yordam beradi. Shuning uchun doimo mehribon bo'linglar. Hayvonlarga ham rahm-shafqat bilan qaranglar. Chunki ular ham his qiladi. Kichkina maymuncha hanuz qo'g'irchoqni quchib o'tiradi. Qo'g'irchoq jonsiz. Lekin uning quchog'ida u onasining issiqligini eslatadi. Va ba'zan bolajonlar, mehr har doim tirik bo'lishi shart emas. Muhimi, u yurakda yashaydi.